O'zbek xonadonlariga yog'li qo'y go'shti kelib qolsa, aynan shu ovqat tayyorlanadi. Yoshligimda buvimnikida ko'pchiliklashib tayyorlangan bu taomni katta bo'lib bitta o'zim tayyorlaydigan darajada chaqqon bo'lib ketibman. Turmushga chiqqanimcha hattoki mastava qilishni ham bilmasdim. Mana vaqt o'tib, hattoki food blogerlik darajasiga ham yetdim. Lekin blogerlikning ham o'ziga yarasha plyus va minuslari bor. Masalan, men reklama qilgan mahsulotdan sira effekt ko'rmasanglar, menga minus. Oxirgi paytda Bavi yaxshi ko'pirmayapti, podelka ekan deganlar uchun bugun fake va originalni ajratishni ko'rsataman. Fake mahsulotning birinchi belgisi bu uning grammida. Original mahsulot qog'ozda ko'rsatilgan grammdan og'irroq chiqadi. 300 grammli fake Bavi atiga 302 gramm chiqdi va holanki unda plus 50 gramm yozilgan. Original Bavi esa 365 gramm chiqdi. Pastda yozuvga ahamiyat beringlar. Fake Bavi rozovida, originali qip-qizilda yozilgan. Ishlab chiqarilgan sanasiga ham e'tibor beringlar. Sana ham eski va yozuv ustiga qo'yilgan. Bozorda nimani savdosi chaqqon bo'lsa, darrov podelkasini chiqarishadi. Shunaqa insonlarga insof bersin. Sizlarga gap sotib bir qasqon mantini ham tugib qo'yibman. Voy, bu mantilarni yegan oila a'zolarim duolari ostida qoldi. Sahifamga obuna bo'ling. Yanada qiziq retseptlar hali oldinda.